Siz haliyam bayram uchun magazindan palon pulga torta olgan bo'lsangiz, videoni hozirroq saqlab oling, chunki bu siz bilgan Matilda torti emas. Ko'rinishi o'xshash, lekin tayyorlanishi undan 100 chandon osonroq. Retsept umuman injiq emas, sizga qoliplar ham kerak emas. Shakar bilan tuxumni yaxshilab aralashtiramiz, o'simlik yog'i, vanilin qatiqni solib yana aralashtiramiz. Un, kakao razrahitelni ham albatta elakdan o'tkazib solamiz. Silliq massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiring. Boshida aytganimdek, bizga qoliplar umuman kerak bo'lmaydi. Bir xil kattalikda bo'lgan uyda bor xohlagan kosamizni olib, massani teng 3 qismga bo'lib olamiz. Kuymasdan yumshoqqina pishishi uchun tegi qalin tovadan foydalaning. Eng past gazga qo'yib dimlab, usti qurishi bilan zubachizga tiqib ko'ring. Quruq chiqsa, demak tayyor. Mazali krema, undan ham oson. Sariyog'ni eritamiz, xona haroratida turgan skoshonkani solamiz. Sifatli kakaoni solib, silliq massa bo'lguncha mikser qilamiz. Qolgani juda ham oson. Sovigan ko'rishlarni birinma-ketin kremlab olamiz. Bu tortni propitka qilish ham, xolodilnikka qo'yish ham umuman shart emas. Tovada pishirilganiga qaramasdan biskitlari berch bo'lmasdan g'oviy yumshoqqina bo'ladi. Qolganini gapirmasam ham o'zingiz ko'rib turibsiz, duxovkada tayyorlangandan ham zo'r chiqadi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib, podpiska tashlab qo'ysangiz xursand bo'lardim.